Siz hech qachon shunday holatga tushganmisiz? Qachonki butun dunyo sizga qarshi turgandek, lekin sizning dunyongiz faqat bir insonning nigohiga sig'ib ketgandek tuyulsa. Assalomu alaykum, qadrdonlar. Momoni hikoyalari kanalimizga xush kelibsiz. O'sha oqshom Kamolning nafrat to'la ko'zlariga qaraganimda, men qo'rquvni emas, balki g'alati bir xotirjamlikni his qildim. Chunki oramizda Nozima turardi. Uning titrayotgan yelkalari, lekin qat'iy nigohi menga bir narsani anglatdi. Endi orqaga yo'l yo'q. Men shunchaki usta emasman, men endi uning himoyachisiman. Bu bizning hikoyamiz. Temirdek qattiq iroda va guldek nozik tuyg'ular to'qnashuvi. Tong hali yorishmagan. Shahar uxlab yotibdi. Lekin mening ko'zlarimga uyqu kelmadi. Kechagi kunning yuki, Nozimaning otasi bilan bog'liq tashvishlar, Kamolning zaharxanda gaplari. Barchasi miyamda charxpalakdek aylanardi. Ustaxonani ochdim. Bu yer mening saltanatim. Temir hidi, moy hidi. Bu hidlar menga har doim taskin berardi. Lekin bugun bu devorlar ham menga torlik qilayotgandek. Ish stolimga o'tirdim. Asboblarni joy-joyiga qo'yaman. Har bir metallning jaranglagan ovozi xuddi ichimdagi tartibsizlikni yig'ishtirayotgandek. Taq-tuq, taq-tuq. Xuddi yuragim urishiga o'xshaydi. Shu payt eshik g'ichirladi. Bu ovozni men minglab tovushlar ichidan ajrata olaman. O'girildim. Eshik ostonasida u turardi. Nozima. Uning ko'zlariga qaradim. Qizarib ketgan. Tun bo'yi yig'lagan yoki uxlamagan. Sochlari biroz to'zg'igan, lekin bu unga o'zgacha, qandaydir himoyasiz go'zallik baxsh etardi. U menga qarab majburlab jilmayishga harakat qildi. O'sha siniq tabassum yuragimni tilib yubordi. O'rnimdan turdim. Oyoqlarim o'z-o'zidan unga tomon tortdi. Oramizdagi masofa qisqardi, lekin men chegarani bilardim. Qanday bo'ldi? So'radim ovozimni pasaytirib. Otangiz yaxshimi? Nozima bosh irg'adi. Uning nigohlarida shunday minnatdorlik bor ediki, so'zlar ortiqcha edi. Kecha kechqurun o'zlariga keldilar, dedi u pichirlab. Shifokorlar yaxshi deyishdi. Akjon aka, sizga qanday rahmat aytishni bilmayman. Kechagi yordamingiz. U jimib qoldi. Nimanidir aytmoqchi, lablari titraydi, lekin aytolmaydi. Men uni qiynamadim. O'tiring, dedim stulni ko'rsatib. Siz ham tun bo'yi mijja qoqmadingiz, dam oling. U o'tirdi. Yuzini nozik qo'llari bilan berkitdi. Kechagi gaplarim uchun uzr so'ramoqchiman, dedi u bo'g'iq ovozda. O'zimni yo'qotib qo'ydim. Sizga og'irlik qildim. Men beixtiyor jilmaydim. Qanday qilib u menga og'irlik qilish mumkin? Unday demang, Nozima. Oila muqaddas. Sizga yordam berish men uchun yuk emas, sharaf. Bu so'zlarimdan keyin u qo'llarini yuzidan oldi. Biz bir necha soniya jim qoldik. Ustaxonadagi soatning chiq-chiq etgan ovozi oramizdagi sukunatni to'ldirardi. Uning ko'zlarida yashirin bir olam bor edi, lekin unga kirishga hali ruxsat yo'qdek edi. Mijozlar kela boshladi. Hayot o'z maromiga tushgandek edi. Nozima o'rnidan turib, ko'z yoshlarini artib, yana o'sha xushmuomala xodimga aylandi. Men esa Temir bilan olishib ketdim. Lekin hayolim faqat uning harakatlarida edi. Kech tushdi. Qorong'ulik deraza ortidan mo'ralay boshladi. Ustaxonada yana jimlik cho'kdi. Birdan voy degan ingroq ovozi eshitildi. Ishimni tashlab chaqmoq tezligida uning yoniga yetib bordim. Nozima qo'lini ushlab turardi.
Dazmolmi yoki issiq choynakmi nimadandir kuydirib olgandi. Qani, ko'rsatingchi, dedim xavotir bilan. Men o'zimni boshqara olmay qoldim. U qo'lini tortmoqchi bo'ldi, uyaldi shekilli. Yo'q, hech narsa emas, qo'ying, qaysarlik qilmang. Men uning bilagidan tutdim. Uning terisi shu qadar mayin ediki, mening qadoq bosgan qo'llarim unga ozor berishdan qo'rqdim. Kuygan joy qizarib ketgandi. Ehtiyot bo'lish kerak, Nozima, dedim biroz qattiqroq, lekin bu g'azab emas, g'amxo'rlik edi. Yuring, suvga tutamiz. Kran oldiga bordik. Muzdek suv uning bilagiga oqardi. Biz juda yaqin turardik. Uning nafasi yelkamga tegib turardi. Suvning shildirashi ostida u sekingina "Rahmat" dedi. Men uning qo'lini qo'yib yuborishni istamasdim. Shu daqiqada vaqt to'xtab qolishini xohlardim. Sekin qo'yib yubordim. U menga qaradi. Bu safar ko'zlarida qo'rquv yoki xijolat emas, iliqlik bor edi. "Akjon aka", dedi u suvni o'chgach. "Kecha Kamol kelganida sizni noqulay ahvolga soldim. Bu mening aybim." Yuragim siqildi. Kamol. O'sha ism yana oramizga siqilib kirdi. "Yo'q", dedim qat'iy. "Sizning aybingiz yo'q. Har kimning tanlov qilish huquqi bor. Hech kim sizni majburlay olmaydi." Ichimda esa boshqa gaplar bor edi. Men sizni hech kimga xafa qildirib qo'ymayman. Lekin buni aytishga tilim bormadi. Hali erta edi. Gapim og'zimda qoldi. Eshik sharaqlab ochildi. Taqdirning hazilini qarang, biz u haqida gapirib turgandik, u esa paydo bo'ldi. Kamol. U ostonada turib, xuddi xo'jayindek ustaxonaga razm soldi. Uning nigohlari menga kelganda bir zum to'xtadi, sovuq chaqmoq chaqdi, keyin esa Nozimaga ko'chdi. Men o'rnimdan qimirlamadim, lekin butun vujudim taranglashdi. Xuddi jangga tayyorlanayotgan askardek. "Bugun yaxshi ko'rinyapsan", dedi Kamol, to'g'ri Nozimaning oldiga borib. "Kechagi voqeani eshitdim. Uyingga bordim, yo'q ekansan." Nozima boshini egdi. "Rahmat", dedi qisqa qilib. Uning ovozida masofa bor edi. Kamol bu sovuqlikni sezdi, lekin chekinmadi. "Bugun kechqurun biroz gaplashsak degandim. Balki sayr qilarmiz. Charchog'ing chiqardi." Bu taklif emas, buyruqqa o'xshardi. Nozima ish stolidagi qog'ozlarni to'g'rilagan kishi bo'lib, "Bugun imkonim yo'q", dedi. Kamolning qoshlari chimirildi. U sekin menga o'girildi. Uning nigohida ochiqchasiga nafrat va shubha bor edi. "Nega?" so'radi u zarda bilan. "Yoki boshqa rejang bormi?" Bu usta bilanmi? Mening qo'llarim musht bo'lib tugildi. Aralashishim kerakmi? Yo'q, Nozima o'zi javob berish kerak. Agar hozir aralashsam, vaziyat battar chigallashadi. Men indamay turaverdim, lekin ko'zlarim bilan Kamolga "haddingdan oshma" degan ma'noni yubordim. Nozima jim edi. Men vaziyatni yumshatish uchun, agar ishlari bo'lsa, majburlashning keragi yo'q, dedim bosiqlik bilan, yuzimda soxta tabassum bilan. Kamol menga bir qadam yaqinlashdi. Telefonini cho'ntagiga soldi. "Mayli", dedi u tishlari orasidan. "Men kutaman." U chiqib ketdi. Eshik yopilishi bilan xonadagi og'ir havo biroz tarqalgandek bo'ldi. Nozima stulga o'tirib qoldi. Uning qo'llari qaltirardi. Men uning yoniga bordim. Yelkasiga qo'limni qo'ygim keldi, lekin to'xtadim. "Qo'rqmang", dedim ovozimga bor mehrimni joylab. "Hech narsa bo'lmaydi. Men shu yerdaman." Shu uchta so'z. "Men shu yerdaman." Bu unga qanchalik taskin berganini uning chuqur xo'rsinishidan sezdim. Kech tushdi. Ustaxonani yopdik.
Ko'chada kuzning izg'irin shamoli esardi. Biz yonma-yon ketayotgandik. Oraliq masofa bir qadam. Lekin ko'ngillarimiz ming chaqirim yaqinlashgandek. Nozima birdan to'xtadi. Ko'cha chirog'i uning yuzini yoritib turardi. "Akjon aka", dedi u. Ovozi qat'iy, lekin ichida titroq bor edi. "Men sizga bir narsani aytishim kerak." Men unga qaradim. Yuragim tez urib ketdi. Men Kamol bilan hech qanday munosabat o'rnatmoqchi emasman. Buni bilishingizni istayman. Men uning gapini bo'ldim. "Nozima, bu haqda o'ylamang. Har kimning o'z yo'li yo'q", dedi u meni to'xtatib. "Eshiting. Men yashirmoqchi emasman. Men sizni hurmat qilaman. Sizning yoningizda o'zimni xavfsiz his qilaman. Kechagi yordamingiz, bugungi himoyangiz. Bularni unutolmayman. Kamolga ko'nglim yo'q. Lekin sizga..." U gapini tugatolmadi. Yuzi qizarib yerga qaradi. Mening ichimda vulqon portladi. Nahotki bu mening o'ylab yurganim, orzu qilganim. "Nozima", deb endi gap boshlagandim. Orqadan vahshiyona ovoz eshitildi. "Ey, o'girildik." Qorong'ulik qa'ridan Kamol chiqib keldi. U bizni kuzatgan ekan. U tez-tez yurib oldimizga keldi. Uning ko'zlari qonga to'lgan edi. "Demak, shunday degin", dedi u zaharxanda qilib. "Men seni qancha kutdim. Sen esa mana bu temirchi bilan..." "Kamol, bas qil", dedi Nozima oldinga chiqib. "Men senga hammasini ochiq aytganman, bu sababmi?" Kamol menga ishora qildi. Shu yigitni sababchi men Nozimani orqamga oldim. "Kamol, bu yerdan ket. Hozir janjalning vaqti emas", dedim xotirjamlikni saqlashga urinib. "Sen kimsan menga buyruq beradigan?" deb baqirdi Kamol va menga tashlanmoqchi bo'ldi. "Men hech kim emasman", dedim ovozimni balandlatib. "Faqat uni himoya qilaman. Agar unga yaqinlashsang, mendan o'pkalamagin." Kamolning mushti havoda muallaq qoldi. U mening ko'zlarimga tikildi. Men chekinmadim. O'sha paytda men Nozimaning nafasini orqamda his qilib turardim va bu menga sherning kuchini berardi. Nozima oramizga kirdi. "Yeta", dedi u. "Ikkangiz ham bas qiling. Men buyum emas-ku talashadigan. Bu mening hayotim. Mening tanlovim." Nozimaning bu gapi Kamolni sovutdi. U bir necha soniya qotib qoldi. Keyin menga, so'ng Nozimaga qaradi. "Mana, ko'rdim kimga ishonishingni", dedi u alam bilan va orqasiga burilib, tun bag'riga singib ketdi. Kamol ketdi. Lekin uning ketishi bilan oramizdagi to'siqlar ham qulagandek bo'ldi. Nozima chuqur nafas oldi. Uning yelkalari titrardi. "Yuring", dedim sekin. "Uyga kuzatib qo'yaman." Biz yana yo'lga tushdik. Lekin endi bu shunchaki hamrohlik emasdi. "Rahmat sizga", dedi Nozima yo'lda. "Siz meni hech qachon qo'rqitmagansiz. Aksincha, xotirjam qilgansiz." Men jilmaydim. "Bu mening vazifam emas, Nozima. Men shunchaki sizga befarq bo'lmagan inson sifatida shunday qildim." U to'xtadi va menga qaradi. "Men buni his qilganman", dedi u pichirlab. "Shuning uchun ham men ham sizga begona emasman." Bu so'zlar sovuq tunni bahorga aylantirib yubordi. Biz bir-birimizga uzoq termuldik. Hali sevaman degan so'z aytilmadi. Hali va'dalar berilmadi. Lekin ikkimiz ham bilardik, bu boshlanishi. Ertasi kuni ustaxonaga kelganimda eshik tagida kichkina quti turardi. Ichida chiroyli lampa. "Agar ta'mirlasangiz, men uchun katta yordam bo'ladi", degan yozuv bilan. "Esim yo'q",
Lekin men bilardim. Bu Nozimaning menga, bizning kelajagimizga qo'ygan kichik qadami edi. Men lampani oldim. Uning nuri xuddi Nozimaning qalbi kabi issiq va yorug' bo'lishini bilardim. Bizning yo'limiz endi boshlandi. Kamol, qiyinchiliklar, sinovlar. Bularning bari o'tkinchi. Asosiysi, yonimda u bor. Va men, Akjon, o'z taqdirimni, o'z sevgimni himoya qilishga tayyorman. Hammasi o'z vaqtida bo'ladi. Muhimi, biz birgamiz.